8. Umumiy Qurultay vakilleri, Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ustozlar. Uyg'urlarning kurash tarixidagi iz qoldiradigan favqulodda sharoit ostida echilayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining 8. Qurultayiga xush keldinglar. Hürmetli vekiller ve aziz mehmanlar, 8. Qurultayimizga Uyghur halkının bu tarihi uçuruşuğa katnaşkanlığınlardan faxrlanasizlar. Aziz vekiller ve aziz mehmanlar, Xitoy hükümetinin 8. Qurultayimizning echilishini to'sash, bu qurultayni oshquzmaslik uchun elib borgan ve beriyotgan rezil qilmishlari Dünya Uyghur Qurultayining rahbarlari ve xizmatchilariga selayotgan tahdidlari ve töhmetleri Dünya Uyghur Qurultayining xalqimizni Xitoy zulmidan qutuldirish uchun elib borgan ve beriyotgan faoliyatlarining qanchalik unumlik bo'layotganligining canlıq bir ifadesi. Demek biz Dünya Uyghur Qurultayi faaliyetçileri Dünya Uyghur Qurultayining rahbarligi ostida faoliyat elib borayotgan faaliyetçiler Xitoyning peyini seyqirtayotganligimiz mashuning bilan ochiq oshkora ko'rindi. Bu xalqimizning o'z vatanida o'ziga g'o'ji bo'lib erkin nefes elib yaşaş günlerinin yıkınlaşıyotganligining yana bir ispatı hesaplandı inşallah. Dünya Uyghur Qurultayining hazır vazife o'tayotgan rahbarlaridan ko'p qismi o'zlarini 8. Qurultayda nomzod ko'rsatmaganligi yangi neslimizga, yosh faoliyatchilarimizga yo'l ichish ve hem xalqimizga hem xalqaro jamoatga Dünya Uyghur Qurultayining mükemmel sistemge ega bir teşkilat bo'lganligini, o'ziga ishonadigan mexanizmi ega bir teşkilat bo'lganligini, shuningdek har qanday sharoitda o'zini yengilay oladigan kuchga ega bo'lganligini namoyon qildirishdan iborat. Oxirida Dünya Uyghur Qurultayining 8. Qurultayi tayyorlik komitetiga bu qurultayning g'albilik ichilishi uchun Xitoy hukumatının tahdidleri ve rezil buzg'unchiliklari, ishki ve tashqi düşmanlarning reisimiz ve rahbarlarimizga qilgan insofsiz hujumlariga qaramay inson usti g'ayrat ve millatparvarlik hissi bilan ishlab Dünya Uyghur Qurultayining g'albilik ichilishiga imkon yaratgan tayyorlik komiteti reisi Ferhat Muhammed Efendim başlık bütün komitet a'zolariga bo'libmi bergan va'dasida ching turib qurultayning g'albilik ichilishi uchun parda orqasida turib kechini kunduzga qaytib xizmat qilgan sobiq reisimiz Dolqun İsa Efendimga, shundaqla qurultayning xizmatchilariga cheksiz rahmat ve minnatdorligimizni bildiramiz. Good evening, ladies and gentlemen. It is my great honor to welcome everyone to the opening reception of the 8th General Assembly of the World Uyghur Congress in heroic city of Sarajevo. It gives us hope and strength to be joined by distinguished friends and political leaders, including members of the parliament, scholars, religious leaders, and advocates. We are meeting at a time when the Chinese government is greatly stepping up attacks on Uyghur in diaspora. We see a huge increase in transnational repression to intimidate us. We see obvious strong arm pressure on governments and NGOs to try to isolate Uyghurs and their allies who are speaking up for our people. We can safely say the fact the Chinese government has been trying so hard
to disrupt and prevent the 8th General Assembly from happening shows how the World Youth Congress has worked effectively to expose Chinese government's atrocities. We are also suffering grief and outrage every day as people in our homeland are suffering in the 7th year of an ongoing genocide. World Youth Congress volunteers and staff need to be recognized for their courage and commitment over the past 3 years. Despite the attacks on World Youth Congress, and especially the unprecedented personal attacks and threats over the past 2 months. World Youth Congress is also dealing with internal challenges. We are putting in place stronger systems to uphold ethics and to protect everyone who is part of this movement, and we continue to work on this. It is important to recognize especially the younger generation of Uyghur scholars and activists. Their skills and abilities and their dedication are truly impressive. This assembly will vote on the leadership of the World Youth Congress for the next 3 years. Many of the current leaders have decided not to be candidates for these elections. This will make room for the next generation to lead us for the future. World Uyghur Congress and the Uyghur cause are much stronger when there is room for everyone to contribute. I want to thank the Preparation Committee, its leaders, and its members, especially the head of the Preparation Committee, Mr. Farhat Yorunkash, and most importantly, our former President, Mr. Dolkun Isa, for their hard work under extreme pressure, threats, and smears. They have done an amazing job to get everything ready for this assembly. We won't give up our struggle for families, our people, and our nation. Thank you to everyone for being part of this heroic spiritual battle. Thank you. Now we are going to stream a short film about the World Youth Congress achievements in the last 20 years. We celebrated the World Youth Congress, 20 years of World Youth Congress in I forgot the month, in May. So it was a great event and very big achievements we have achieved in last 20 years. And now we will show you a film about that, about these achievements. Yes, please. Uyg'urning ko'p tortgan azob jafosi Gidib ashar ko'rgan tana tapasi Uyg'urning ko'p tortgan azob jafosi Gidib ashar ko'rgan tana tapasi 20 yil davomida biz bilan ayon bo'ldi olamga shu davosi 1949-yılı Şərq Türkistan Xitay Komünist hakimiyetinin işğaliyetiga duchor bo'lgandan keyin Aysa Ispaltekin, Memtimin Buğra qatarlıq liderlerimiz ana vatanni tark etib Türkiye'ye keldi. Hamda Şərq Türkistan milliy görüşünün muhaciratdagi tunji yo'l ochqichlaridan bo'lib qoldi. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida 1944-yili G'uljida qurilgan 2-chi Şərq Türkistan Cumhuriyetining rahbarlaridan Hashir Voidi, Abdurrahim Mahsum, Ziya Samidi,
G'ani Batur boshchiligidagi ustozlarimiz ayni chog'dagi sobiq Sovet ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlari ko'chib chiqib, vatan sirtidagi milliy da'vo sepining yaqin kelajakda yanada zo'rayish uchun ul soldi. 1992 yili dekabrda Istanbulda tunji navbatlik Sharq Turkiston milliy qurultiyi chaqirildi. Bu muhojiratdagi milliy kurash tariximizdagi kuchli milliy uyushish ro'yi namoyon qilingan ta'siri zo'r qurultay bo'lgan edi. 1996 yili noyabrda To'lqin Aysa, Ömer Qanat, Abdulhakim Idris, Farhat Muhammadi qatorliq bir turkum jangovar yoshlarning tashabbusi va boshlamchiligida Germaniyaning Myunxen shahrida Dunyo yoshlar qurultiyi qurildi. 1998 yili dekabrda 6 davlatda faoliyat olib berayotgan 8 Uyg'ur tashkilotining rahbarlari Turkiyaning Istanbul shahriga jam bo'lib, Turkiyadagi Sharq Turkiston vaqfisi bilan Sharq Turkiston hamkorlik jamiyatining riyosatchiligida Sharq Turkiston milliy markazi qurib chiqildi. 1999 yil oktyabrda Sharq Turkiston milliy markazining tashabbusi va Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi Yevropa Sharq Turkiston birligi va Sharq Turkiston informatsion markazining o'rtaq saytxonlik qilishi bilan 11 davlatdan kelgan Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari Germaniyaning Myunxen shahriga jam bo'lib, Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyini qurib chiqdi va raisligiga Anvarjon afandim saylandi. 2001 yili Amerikada yuz bergan 11-sentabr terror hujumi dunyoning siyosiy vaziyatini tubdan o'zgartirib o'tdi. Amerika boshchiligida xalqaro terrorizmga qarshi kurash to'lqini qo'zg'aldi. Buni fursat bilgan Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston ichidagi vatanparvarlik harakatlarini va muhojiratdagi Sharq Turkiston tashkilotlarini xalqaro terrorizmga bog'lab, taqim qattiq bostirish va osmosiya siyosatini yurgizishga boshladi. Mana shunda qalqiliq bir paytda Xitoy hokimiyati tomonidan milliy bo'lginchilarning chet eldagi ikki cho'ng lager deb atalgan va asosli hujum nishoni qilingan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi bilan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi 2004 yil aprelda Myunxen shahrida birlashma qurultay chaqirib, Erkin Alptekin raisligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyini rasmiy qurib chiqdi. 20 yillik amaliyot ko'rsatganidek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurilishi vatan sirtida 70 yildan ortiq ilib berilgan Sharq Turkiston milliy ko'rish tarixidagi favqulodda ahamiyatga bir voqea, milliy da'voyimizdagi bir burilish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgandan boshlab kuchli tashkiliy apparat barpo qilishni muhim xizmat nishonlaridan biri qilgan edi. Shuningga asosan qurultay hozir qadar har 3 yilda bir qatim, jami 7 qatim umum vakillar qurultiyi chaqirdi va demokratik usulda saylam ilib berib, qurultay raisi va boshqa rahbarlarni saylab chiqdi. Birinchi va ikkinchi navbatli qurultaylar 2004 yili aprel va 2006 yili noyabrda Germaniyaning Myunxen shahrida, 3-chi navbatligi 2009 yili mayda Amerikaning poytaxti Washingtonda, 4-chi navbatligi 2012 yili mayda Yaponiyaning poytaxti Tokioda, 5-chi navbatligi 2016 yili iyulda Fransiyaning poytaxti Parijda, 6-chi navbatligi 2017 yili noyabrda Myunxenda, 7-chi navbatligi bo'lsa 2021 yili noyabrda Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkazildi. Erkin Alptekin afandim 1-chi navbatlik qurultayning raisligiga, Robiya Qodir xonim 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi navbatlik qurultayning raisligiga, To'lqin Aysa afandim 6-chi va 7-chi navbatlik qurultay raisligiga saylandi. 2004 yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganda Xitoy mustamlikasidagi Sharq Turkistonda va u yerda yurgizilayotgan shiddatli milliy zulmni va Uyg'ur millatini dunyoda ancha bilib ketmaydi. Shunga qurultay Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishni o'zining eng muhim va ta'xirsiz strategik nishoni qilib bekitgan edi. Qurultay bu maqsadni amalga oshirish uchun ayni chog'dagi intayin cheklik imkonlarga qaramasdan xuddi yangni bilan quduq qazgandek tinimsiz tirishchiliklarni ko'rsatdi. Buning dastlabki namoyandasi ko'p xil tilda turbatlarni ichib, buningda Sharq Turkistonni, jumladan Uyg'urlar boshdan kechirayotgan og'ir vaziyatlarni dunyo jamoatchiligiga bildirishga boshladi. İctimai taratquv vositalarining maydon kelishi bilan bu sohadagi xizmatlarni tiximi jonlantirdi. Yana bir tarafdan dunyodagi ta'sir kuchli kishilik huquq tashkilotlari bilan izchil aloqalashishni kuchaytirdi. Buning natijasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi qatorliq xalqaro organlarning, shundaqla Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining hukumat va parlamentlarining eshiklari bir-birlab ochilishga boshladi. 2004 yildan hozirgacha Dunyo Uyg'ur qurultiyi BDTda, Yevropa parlamenti va har qaysi davlatlarning parlamentlarida har xil temadagi yig'in va faoliyatlarni o'tkazdi. In recent visit, Uyurumchi Xi Jinping repeated that counter-terrorism policy, a long-term plan. Please stop. We have another point of order from China. Please continue. China. 副主席先生，该非政府组织 Please
Şенжанларда içilgan köp qatımlıq yığınlarda Xitay dairələrinin hər tərəflim qarşılıqı və tosqunluqları qarmasdan muvaffaqiyətli halda Uyğur məsələsini kəm köləmlik anlatdı. Avropa İttifaqı, Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Tayvan qatarlıq dövlətlərinin parlamentlərində Uyğur dostluq qruplarını muvaffaqiyətli qurub çıxdı. Avropa İttifaqının mərkəzi Brüsseldə, Londonda, Berlinda və İstanbulda məxsus işxana təsis qilib, Uyğur davasının xalqaralashishini tixim sistemlashtirdi. ...2013-yılı Xitayda bo'libmi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Sharq Turkistondagi vaziyat favqulodda yomonlashishga boshladi. Ilgari davom qilib kelayotgan milliy kamsitish va assimilyatsiya qatorliq zulm siyosati amdilikda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga qarab taraqqiy qildi. 2016-yilning keyingi yarmidan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib jazo lagerlari qamash boshlandi. 2017-yilning oxirigacha jazo lagerlari qamalgan Uyg'urlarning 1 milliondan oshib ketganligi va tutqunning davom qilayotganligi haqidagi qo'rqinchli reallik texi yangi 6-chi navbatlik qurultayni chaqirib, yangi bir navbatlik rahbarlik heyetini saylab chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana bir krizis hamda intayin og'ir bir sinoqqa duch keldi. Chunki Uyg'ur millati tarixda misli ko'rilmagan bir qirg'inchilikqa, millat bo'yicha yo'qotilish xavfiga duchor bo'lmoqda edi. Afsuski, dunyo jamoati bundoq bir qirg'inchilikning rostli yuz berayotganiga ishonmayotdi. Mushundaq bir paytda qurultay jiddiy tadbir olib, 2018-yili aprel oyida Bryusselda 5000 kishilik va yana shu yili noyabrda Jenevada 3000 kishilik cho'ng namoyishlarni uyushtirdi. Bu orqali BDT, Yevropa Ittifoqi, jumladan dunyo matbuotining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqat og'dirishiga turtki bo'ldi. Shuning bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyi Norvegiya Uyg'ur komiteti bilan birlikda vatanimizda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikqa oid faktlik materiallarni tutqun qilinganlarning tizimlikini tayyorlab, 2018-yil aprelda avval Yevropa Ittifoqi komissiyoniga va BDT kishilik huquq kengashiga sundi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va qurultayning tirishchanliklari natijasida 2018-yil avgustda BDT irqiy ayrimchilikni amaldan qoldirish komitetining yig'inida komitetning muavin raisi McDougall xonim boshchiligidagi komitet a'zolari tunji qatim 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy millatlarning jazo lagerlari qamalganligiga doir ko'p tarafli dalillarga erishganligini butun dunyoga jakarladi. Shuningdek keyin vaziyatda tubdan o'zgarish bo'ldi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va u yerda yuz berayotgan vahshiyliklar xalqaroning diqqat nazariga sazovor bo'ldi. BDTda jazo lagerlari masalasida Xitoyni qo'llaydigan davlatlar va Xitoyni ayblaydigan davlatlar bo'lib ikki safga ayrildi va keskin munozaralar elib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ikkinchi qadamda har qaysi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini BDTda, Yevropa parlamentida va har qaysi davlatlarning hukumat va parlamentlarida rasmiy e'tirof qilishini qo'lga keltirish uchun harakatga o'tdi. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarini dunyoda tunji bo'lib rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakarlagan, shuningdek Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini rasmiy ma'qullagan Uyg'urlar haqidagi tunji qatim qonun chiqargan davlat bo'lish sifati bilan tarixiy ahamiyatga ega sahifa ochdi. Bu ishlarning ro'yobga chiqishida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur jamiyati, Amerikadagi lager shohidlari va boshqa vatanparvar qarindoshlarimizning ko'rsatgan tirishchanligi favqulodda zo'r bo'ldi. Tunji qatim 2021-yil fevralda Kanada parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini qabul qildi va undan keyin 10 davlat parlamenti va Yevropa parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarta ilib berayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. 2022-yil avgustda BDT kishilik huquq oliy komissarligi bu haqda maxsus doklad e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sishini qonuniy asosga ega qilish va bu orqali texim ko'p davlat hukumatlari va parlamentlarining e'tirof qilishini qo'lga keltirish uchun qilgan texim zo'r bir ish bo'lsa, 2020-yil sentyabrda Angliyalik mashhur sodiya Jeffrey Nice apandimning yetakchiligidagi London Uyg'ur sudini qurib chiqishi bo'ldi va shuning loyiha ravishda 18 oydan ko'proq jiddiy tayyorlik xizmatlari natijasida 2021-yil iyun, sentyabr va noyabr oylarida 3 qatimliq guvohlik anglash sudini o'ngishli ochdi. Judgment of the Uyghur Tribunal, a People's Tribunal formed to consider allegations that the People's Republic of China, PRC, has committed genocide against
crimes against humanity and torture against Uyghur, Kazakh and other 2021 yılı 9 dekabr Uyghur Sot kollegiyasi Londonda hüküm e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatdir deb hukm chiqardi. Qurultay raisi Dolqin Iso bandim naq maydondan videoliq nutq so'zlab, 9 dekabrning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni qilib bekitilganligini jakarladi. There is no more excuse for the state and the global community to stay silent on this genocide. Now we declare each year on December 9th, we commemorate International Day of the commemoration of the victim of Uyghur genocide. 2017 yılı jazo lagerlari dunyoga oshkor bo'lgandan tartib, buni dunyoga fosh qilish, har qaysi davlatlarning parlament va hukumatlarida uni e'tirof qildirish, Amerikada Uyg'ur siyosiy qonun loyihasining ma'qullanishini qo'lga keltirish va oxirida Uyg'ur sotining qaror chiquvchi bo'lgan bir qancha yilda dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari intayin zo'r kuch sarf qildi. Qahramon lager shahidlari boshchiligidagi shahidlarning bergan guvohliklarimi alayda rol o'ynadi. Uningdan boshqa Amerika, Kanada, Angliya, Belgiya, Fransiya va Gollandiya qatorliq davlatlarda turishliq dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari, dunyo Uyg'ur qurultiyi qarashliq yerlik tashkilotlar va siyosiy faoliyatchilarimiz o'zdir turishliq davlatlarning parlament va hukumatlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish uchun zo'r tirishchiliklarni ko'rsatdi. Uyg'ur sotining o'ngishli ichilishi uchun Uyg'ur akademiyasidagi ziyolilarimiz material to'plash va tarjima qilish ishlari uchun ko'p fidokorlik ko'rsatdi. Muhojiratdagi ko'pligan vatanparvar qarindoshlarimiz hamda bir qism boylarimizning moddiy yordam bilan Uyg'ur soti iqtisod kafolatga ega qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining yana bir muhim xizmati bo'lsa, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Xi Jinping boshchiligidagi kommunist Xitoy amaldorlarini Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilganligi bilan ayblab, 2022 yil yanvarda Argentina sotiga rasmiy arz qilish bo'ldi. Navbatda bu da'vo jiddiy davom qilmoqda. Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan jinoyatlardan yana biri jazo lagerlari va bu lagerlarda shundoqla Xitoy o'lkalariga o'tkab ketilib, zavod fabrikalarda qul o'rnida ishlatilayotgan va ularning qon ter badligi bitgan tovarlarni chet el bozorlariga to'kma qilib monopol xarakterli foydalanishdan iborat edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi har qaysi davlatlarda Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlangan mahsulotlarni import qilish va setishni cheklash, shuningdek chet ishliq shirkatlarni shu davlatlarning qonun organlariga arz qilishdek bir qator o'nimli xizmatlarni qildi. Buning tipik misoli Germaniyaning Volkswagen, Mercedes-Benz va BMW qatorliq dunyoga dangliq 3 avtomobil shirkati ustidan Germaniya Federatsiya iqtisod va eksport kontrol idorasiga sunilgan arz. Qurultay tarkibidagi Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi boshchiligida Kanadadagi 28 kishilik huquq tashkiloti va advokatlar jamiyati Kanadadagi Uyg'ur majburiy emgak chetishlik bo'lgan 14 Kanada shirkati ustidan munosabatli o'rinlarga sunilgan arz. Onundan boshqa 2020 yili maydan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning tarkibidagi tashkilotlardan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur harakaat tashkiloti qatorliq Uyg'ur tashkilotlarining safarbar qilishi bilan xalqaro majburiy emgakni to'xtatish hamkorlik minbari qurilib, birlikda faoliyat olib berishga boshladi. Bu hamkorlik minbarining tarkibida 70 Uyg'ur tashkilotini o'z ichiga olgan 460 dan ortiq tashkilot birlikda dunyo miqyosida Sharq Turkistondagi qul emgakini oxirlashtirish harakatini qanot yaydirib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik paxta mahsulotlarining Angliyaga eksport qilinishiga yo'l qo'yilganlik munosabati bilan 2020 yili 23 aprelda Angliyadagi dunyoviy qonun harakatlari to'g'ri qonunchilik markazini vakolatchi qilib, Angliya Oliy sud mahkamasiga Angliya tamojna idorasi va Angliya ichki ishlar ministrligi ustidan arz sundi. Bu arz hilam davom qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgan kunidan e'tiboran vatandan hijrat qilib chiqqan qarindoshlarning siyosiy panohliklarga yordam berish, tamojnalarda to'xtalib Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelganlarni qutuldirish vazifasini atqarib kelmoqda. 2019 yilning oxirida Xitoydan tarqalgan vabo mezgilida Turkiya qatorliq bir qism davlatlarda turayotgan Sharq Turkistonlik musofirlar intayin qiyin ahvolda qoldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi darhol harakatga kelib, Turkiyadagi Ma'rif va hamkorlik tashkiloti, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Uyg'ur akademiyasi va Sharq Turkiston vaqfisi qatorliq tashkilotlarida muzokiralashib, 2020 yili aprelda Sharq Turkiston jiddiy yordam markazi nomi ostida vaqtli yordam markazi qurib chiqdi. Bu markaz dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida iyoni yig'ish to'lqini qo'zg'ab, bir oyga yetmagan qisqagina vaqt ichida naq 220 ming Amerika dollari to'plab, ig'ir iqtisodiy qiyinchilikda qolgan qarindoshlarimizning holiga darmon bo'ldi.
Dünya Uyg'ur Qurultayının təşəbbüsü və qollaşı bilan Kanada Sharq Türkistan Cəmiyyəti və Kanadadakı qarindaşlarımızın səfərbər bo'lishi, shundaqla Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining mas'uli, Dünya Uyg'ur Qurultayı Qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandimning bir qanchalik tirishchiliklari natijasida Kanadaga 10,000 Uyg'ur musofirni yerlashtirish programmasi 2023 yili 1 fevral Kanada parlamentida rasmiy ma'qullanib, ijro qilinish bosqichiga o'tdi. Bu Uyg'urlarning muhajirat tarixida g'oyat zo'r voqea va olamshumul buyuk bir natijadir. Dünya Uyg'ur Qurultayı muhajiratdagi xalqimizni va tashkilotlarimizni o'rtaq milliy manfaat va g'oya ostida bir yerga jam qilish, o'zaro fikr almashtirish, vatan millatning taqdiri ustida tang bosh qotirish va bu orqali millatni to'g'ri va sog'lom bo'lgan siyosiy da'voga yetaklash uchun nurg'un unumli xizmatlarni qildi. Mushu maqsadda 2011 yil mayda Amerikaning Washington shahrida tunji qatimliq Sharq Turkiston Oliy Kengashini chaqirdi. 2018 yil noyabr va 2022 yil mayda Germaniyaning München shahrida Milliy Kengash, 2022 yil noyabrda Yevropa parlamentida, 2023 yil oktyabrda Yaponiya parlamentida xalqaro Uyg'ur munbir qatorliq yuqori darajali xalqaro yig'in va seminariyalarni uyushtirib, vatan millatning taqdiri ustida ko'p tarafli muzokaralar olib borgandan boshqa muhim loyihalar tuzib chiqildi va jiddiy qarorlar chiqardi. Buningdan boshqa Dünya Uyg'ur Qurultayı da'voning yosh izbosarlarini tarbiyalashga alohida ahamiyat berdi. Hozirgacha dunyoning har qaysi joylarida jami 20 qatimdan ortiq yoshlarni tarbiyalash kurslarini ochdi. Bu kurslarda tajribali siyosiy arboblar va to'nilgan kishilik huquq faoliyatchilari turli temalar bo'yicha leksiyalar berib, yoshlarimizni xalqaro vaziyat, siyosat, tashkilotchilik va kishilik huquq xizmat haqidagi qimmatli ma'lumotlar bilan ta'minlab, bir turkum yosh faoliyatchilarning yetishib chiqishiga turtki bo'ldi. Dünya Uyg'ur Qurultayı bir turkum vatanparvar qarindoshlarımızning muqaddas vatanimizning hurlik va mustaqilligini qo'lga keltirishdan iborat buyuk g'oyasining turkisida qurilgan edi. Yangi qurilganda na yetarlik moddiy kuchi, na odam kuchi bor edi. Ammo ular kuchni, ilhomni vatan va millatga bo'lgan kuchlik sevgidan oladi. Ularning eng cho'ng boyligi bo'lsa, xolis, minnatsiz qilingan fidokorliklar edi. Mana aradan 20 yil o'tdi. Hisobsiz ajr, mehnat va fidokorlik meyve berdi. Mana bugun xalqaro sahnalarda g'oyat zo'r ta'sir kuchi bor bir tashkilotga aylandi. Uning qilgan xizmatlari xalqaro organlarning va davlatlarning muayyanlashtirishiga erishdi. Buning tipik misoli xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpol tarafidan 2018 yili chiqarilgan Dolqin Isa apandim ustidan 21 yil davom qilgan xalqaro tutish buyrug'ining amaldan qoldirilishi va Sharq Turkiston Islom partiyasi 2020 yili Amerikaning terrorist tashkilot tizimligidan chiqarib etilishi. Shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayı rahbarlarining Halifax xalqaro bexatarlik munbiri va München xavfsizlik kengashi qatorliq xalqaro bexatarlik yig'inlariga taklif bilan qatnashib, davlat arboblari, siyosiyonlar, generallar va ta'siri zo'r xalqaro tashkilotlarning muhim zotlari bilan dunyo bexatarligi, tinchligi va demokratiya masalalarini birlikda muzokara qilgudek maqomga yetganlik qatorliqlardir. Shundaqla yana 2019 yili Amerika davlatlik yig'in zalida dag'dug'liq marosim bilan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NED tarafidan Dunyo demokratiya mukofotiga nail bo'lishi, 2023 va 2024 yili uda 2 navbat Nobel tinchlik mukofotining laureati sharfiga muyassar bo'lishi, Dünya Uyg'ur Qurultayıning sobiq raisi Robiya Qodir xonimning 2005 yildan e'tiboran bir qancha qatim Nobel tinchlik mukofotining laureati bo'lishi va 2015 yili Amerikada Tom Lantis kishilik huquq mukofotiga erishishi, Qurultayning navbatdagi raisi Dolqin Isa apandimning 2016 yili martda Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondi tarafidan kishilik huquq mukofotiga sazovor bo'lishi, Uyg'ur harkat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning 2019 yili erkinlik jangchisi mukofotiga erishishi, Qurultay xalqaro ishlar direktori, ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xalqaro sahnalardagi ko'rinarli muvaffaqiyatlari bilan 2024 yillik Amerika Roosevelt erkinlik mukofotiga erishish qatorliq olamshumul natijalar Dünya Uyg'ur Qurultayıning qanchilgan kechalarni tang'ulganligining, vatanim, millatim deb tinimsiz so'qqan o'tqashdek yuraklarning mislsiz qon terining samarasi edi. Qurultayimiz yangi qurilganda muqim ishxonasi yo'q, partizansk ahvoldan kechini kunduzgulab jon tikib tirishchilik ko'rsatish natijasida bugünkidek Münchenda markaziy ishxonasi bo'lgandan sirt
Berlinda, Londonda, İstanbulda, Brüsselda tarmaq işxanalar bolgan sistemalik funksiyalik bir organga aylandi. 2024-yili martdan boshlab qurultay o'zining muqim mulki bo'lgan yangi xizmat binosida ish boshlash sharpiga nail bo'ldi. Biz bu munosabat bilan bu markazning vujudga chiqishi uchun moddiy jihatdan yordam qilgan dunyoning har qaysi joylaridagi butkul vatandoshlarımizga yana bir qatim minnatdorligimizni bildiramiz. Bugün bu bayraklarımız Birleşken Devletler Teşkilatı'nın onsuz yakıldavatıdır. Ama körvatırsa altımızda 200'ün artık devletlerin bayrakları var. Ve sunuk işimiz muşu irade bulunan olsa, halkımızdaki muşu Hristiyanlık bulunan olsa, bu bayrak bugün bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sırtında bildiğim olsa, çokum bir gün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içine aşı bayraklı Katar'da oradalıdır. Bu bizim hakkımız. Stay'ın dininde biz bölgünç emez, biz terörist emez. Çünkü biz Şanghay'ını, Beijing'ni, Stay'ın bir koyundan ayrı çıktığımız demedik. Özümüzün müstakil vatanımızdaki ilgilik hukukumuzu kollarımızda vatımız. Bu bölgünçlük emez. Bu tabii ve en akalli Şark Türkistan halkının hak hukuku. Hey kurultay Uygur'un sen gururin Kurultay Hey kurultay Uygur'un sen arzuyin Thank you. Yes, my God, it was, I'm also surprised how we achieved all these in 20 years. It is a big achievement, and actually World Rugby Congress has acted like a government. We were involved in everything, from rescuing refugees to advocating in parliaments, engaging with governments. So it is in all fields, and this is a great achievement, and we are very proud of this. Aziz mehmonlar, buni bir qitim jiqimiz ko'rdik bu filmni. Dunyo Uyg'ur qurultayininki 20 yillik munosabati bilan München'de ötküzülgen sorunda. Yani bu nima bizge bu Dünya Uygur Kurultayı'nınki 20 yıl içinde nereden neye geldiğini, nimelerni kolu keltüye geldiğini, kanda kalbilerini kolu keltüye geldiğini gösterip bireleydi. Biz bir hükümettek, biz hükümet emez, onda bir kudretimiz mi yok, onda bir gücümüz mü yok. Ama şu Dünya Uygur Kurultayı'nınki tirişçalığı bile bütün bizninki dostlarımız ve azalarımızdaki Dünya Uygur Kurultayı vekillerinin bulup mu? Kollışı bilen, hemmimizden pidakarlığı bile, yani Dünya Uygur Kurultayı bir hükümet kılalaydıgan, işlerini kılan gep 20 yıl içinde her tarafta iş kıldık. Şununla biz Dünya Uygur Kurultayı'nınki bir azası, Dünya Uygur Kurultayı'nınki bir vekili buluş sübütümüz bile hemmimiz bunundan pəxirlenişimiz gerek. Bu kolgu keltüyen kalbilerden hemmimiz pəxirlenişimiz gerek. Rahmet. Şimdi bu Dünya Uygur Kurultayı 8. kurultayı bayam dedik. Bu nayeti cık iş bilen, nayeti insan üstü bir gayret bilen işledi. Dünya Uygur Kurultayı'nınki, Müsteyarlık Komitesi'ninki reisi, azaları, hizmetçileri bulup, bizimki sabık reisimiz Dolkun Efendim'ninki yetekçiliği de Dünya Uygur Kurultayı Teyarlık Komitesi 8. kurultayının Teyarlık Komitesi'ninki reisi Ferhat Efendim ağırık durup doktorxanda yetip durup muş işini emelge aşıdı. Şunun hazır ben Ferhat Efendim'ni bir sahneye davet kılımen. Özüne bu işlerini kanda bici geldiğini bizge anlatıp versin. So,
Ladies and gentlemen, I talks about the preparation committee for the 8th World Youth Congress 8th General Assembly, and I also mention the preparation committee. Mr. Parhat Yurankash headed this committee. Now he also heads this committee. So they achieved an amazing job in a short time with a lot of sacrifices. There was threats, there was smears, there was attacks, personal attacks on the members of the committee. But in spite of that, they managed to achieve this and they get ready this assembly. So therefore, I invited Mr. Parhat Yurankash to tell us what was where did he get all these powers, and how he managed to achieve this. Thank you so much. Yeah. Rahmat, hürmetli Markanat efendim. Hürmetli hanımlar, efendiler, tekrar hoş geldiniz. Bugün biz 20'den artık devletlik Uygur vekilleri nöbetli Xitayning ciddi irqiy qirg'inchilik duchor bo'lib atgan Uygur xalqi bilan bundan 29 yil burun Bosniyaning Srebrenica rayonida o'xshash taqdirni beshidan kechirgan Boshnak xalqi bilan o'rtaq taqdirimizni paylaşqili Sarayevoga kelib toplandik. A wonderful good evening, representatives of diplomatic missions, civil societies from this wonderful capital of Bosnia and around. Dear ladies and gentlemen, respected delegates, welcome to the Sarajevo, the heroic city of Sarajevo, and welcome to the reception on the occasion of the 8th General Assembly of the World Congress. Today, we, the Uyghurs, from more than 20 countries all around the world, gather today in this wonderful city in order to share and show our solidarity and the tragic experience that the Uyghur people have been experiencing since 2017 with the people of Bosnia who have experienced the same and terrible genocide 29 years ago. İkinci Dünya Urushudan keyin xalqaro jamoatchilik tarafidan hamda asla takrorlanmaydi deb va'da berilgan irqiy qirg'inchilikning 19 İkinci Dünya Urushudan keyin xalqaro jamoatchilik tarafidan hamda asla takrorlanmaydi deb va'da berilgan irqiy qirg'inchilikning 1995 yil
as Executive Chairman, Mr. Kanat just said, it is never so easy for all of us in this room to attend this Congress. The same Chinese government who has created huge obstacles at the United Nations about and they hinder the decision of the United Nations to recognize the International Day of Memory of the Srebrenica. The same Chinese government has exerted all its efforts without any limit and beyond human ethics. They have been tried to hinder our travel to here. The Chinese government and their repression, what we call today the transnational repression, has been fully applied on each and every single members of the delegates of the World Congress here today. They have been hijacking our family members in Islam. They have conducted slanderous attacks on the social media, and they're also sending direct threatening messages to many of the delegates in this room in order to stopping them to attend this important Congress. Hürmetli hanımlar, efendiler. Bayı filmde gördüңлар. Gerçi bugün Uygur ırkı kırgınçılığı Amerika başçılığındaki 11 Garip demokratik devlet tarafından resmi kabul kılıngan ve BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarlığı tarafından 2022 yılı 8. ayının ahırda elan kılınan Uygur vaziyeti hakkındaki doklatıda Xitay hükümetinin Uygurlarga qartib atқан vahşiyliklerinin insaniyet qarşı cinayet teşkil qilish mumkinchiligining bağlıq oturup qo'yilgan bo'lsa-mu, afsuski BDT'nin shundaqli xalqaro jamoatchilikning Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga qarshi qo'llangan tadbirlari to'liq jonsiz va passiv qolgani uchun bu Xitoy hokimiyatini texmi jasoratlantirdi. Ve vatan ichidagi Uyg'urlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini chegara halqitib, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga kengaytdi. Bugungi yig'inimizning arpsida Xitoy hokimiyatining har qaysi ellardagi vakillarimiz qaratgan bayqıman deb o'tgandek rezil qilmishlari mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirish harakatining ro'sh ifodasidan iborat. As you mostly aware, also in the film about the World Congress 20 years of achievement, the Uyghur genocide has been recognized by 11 parliaments of the world. Also, the UN High Commissioner for Human Rights has stated very clearly in her report about the crimes, about the Chinese policies against the Uyghurs and other Muslim communities in Uzbekistan constitutes the crimes against humanity. Even the facts has been piling up to show that the Uyghur genocide is happening. The Chinese government remains, unfortunately, without being punished. And this is mainly because of the reason that the Chinese government's influences in the international stage, like United Nations, has ever increasing, and they using their economic and other other powers as a weight to hinder other countries in their decision in support for the Uyghur human rights. But China's repression on the Uyghurs is not stopped
on the borders of East Turkestan or in China. Their long arm has already reached in the Uyghur communities all around the world. No matter whether it is in Germany, Europe, or anywhere where the Uyghur communities are living, the Chinese government has been exerting various of types of means of the transnational repression in order to make the Uyghurs silence, and thus in order to enhance their narratives about the Uyghur genocide. Hürmetli efendiler, hürmetli hanımlar, efendiler, sözümün ahırda şunu təklif etməkçimen ki, 2016 yılı 3. ayda Merkezi Gollandiyanın layı şəhərdəki xalqara cəza məhkəməsinin Bosniya, Srebrenica qırğınçılığı bevasitə məsələ etib olğan və qırğınçılıqqa qomandanlıq qılğan faşist liderlərdən Radovan Karadzic, Ratko Mladic başçılığındakı bir türküm vuruş cinayetçilerini müddetsiz ve müddet qamaq cezalarına hüküm qılğanlığı dünya xalqiga yeni bir ümid, işenç bəgəydi. Eğer xalqara cemaatçilik 2. Dünya vuruşidan keyin bəgən hem de asla tekrarlanmaydı degan vərisinin haqiqiligiga ve məngüligiga kapolat qilman deydigan Srebrenica qirg'inchiligi bevosita sababchi bo'lgan ayni chog'da qandaq jinoiy Srebrenica qirg'inchiligiga bevosita sababchi bo'lganlar ayni chog'da qandaq jinoiy javobgarlik tortilgan bo'lsa, navbatda shiddat bilan davom qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligiga bevosita qo'mondonlik qilayotgan ve sebepçi bo'layotgan Xitoy amaldorlarining qilchi ta'xirsiz holda jinoiy javobgarlikka tortilishini amalga oshirish uchun jiddiy harakat ko'rish kerak. Bu bütün Uyg'ur xalqining o'rtaq talabi va orzusi. Hammalarga ko'p rahmat. Honorable guests, dear friends, finally, I would like to re-emphasize that if you look at the history, those perpetrators of the genocide, like the war crimes, like Kadej and the Medaj, and those war criminals has been punished by the International Criminal Court, and this has given the international community hope, and especially also for us, the Uyghur community, an important signs of hope. We are believing that when we continue our struggle for seeking human rights and freedom for our people and justice for the crimes that the Chinese government has been doing to our people, we will one day certainly bring those perpetrators, those Chinese officials who has been designed, implemented, ruthlessly designed and implemented the crimes against Uyghurs and other Muslim communities in East Turkestan, will one day be sitting on the in the court as those war criminals in Srebrenica has been in the control. Thank you very much again for your coming, and enjoy your dinner later on. Thank you. Aziz mihmanlar, biz Ferhat Yoronkaş Efendim'in ki bu kılgan sözlerine ait rahmet etimiz. Demiş ki bu Sarajevo'da Dünya Uyghur Kurultayı'nın ki 8. kurultayı demiş aşkalığımız. Bunun ki çonkur manasını bizge ifadelep verdi. Köp rahmet. Hem de tamak geldi, tamak neyimiz. Hemimiz mi şu sabırsızlıkla saklap doğan buluşumuz mümkün, kusakla açtı. Yes, we thank you so much for Mr. Ferhat Yoronkash for his explanation why we are holding this 8th World Youth Congress General Assembly in Sarajevo, and because of some similarities what's happening to Uyghurs and what happened in Bosnia-Herzegovina. So this is the reason why we are holding the 8th General Assembly in Sarajevo.
So now we are going to have our dinner. So thank you so much for your patience. So I think the reception, the ceremony, lasted a little bit longer than we expected. So now please enjoy your meal. Thank you.